Assalomu alaykum. Munis va mehribon, qalbida ilm gavharini tizgan mehridaryo ustozlar, qalbi qaynoq mehridaryo ota-onalar, bugun yuragi ham quvonch, ham shodlik bilan orzular qanotida uchayotgan qadrdon o'quvchilar. Hurmatli prezidentimiz, dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlar tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz shart va zarur degan so'zlarining zamirida yosh avlodning baxti va kelajagi yotadi. Ijozatingiz bilan endi davramizga bugungi tadbirimiz sababchilari, ya'ni bitiruvchilarimizni tantanali ravishda taklif etsak. O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat madhiyasi.
ulug' bobolarimiz Buxoriy, Xorazmiy, Samarqandiy, Nasafiy, Termiziy, Farg'oniy, Amir Temur va ma'rifatparvar jadid bobolarimizga munosib avlod bo'lishga qasamyod qilamiz. ulardan meros bo'lib qolgan halollik va ona vatanga sadoqatni shior qilib olgan bilimimizni, kuchimizni yurtimiz ravnaqi uchun sarflashga, iymon e'tiqodimizdan toymay sog'lom fikrli, yuksak ma'naviyatli, vatanparvar mutaxassis bo'lishga Qasamyod qilamiz. Vatanimiz qudratini mustahkamlashga, yangi O'zbekistonda 3-Renessans poydevorini qurishga va vatanimizning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yanada yuksaltirishga, prezidentimizning, ota-onamizning, xalqimizning, ustozlarimizning bizga bildirgan ishonchini oqlashga tantanali ravishda Qasamyod qilamiz. Ilim eng buyuk sharaf shiori ostida o'tkazilayotgan bugungi bitiruv tadbirimiz munosabati bilan so'z Geroy tuman hokimi Ikrom To'rebayevich Qidirovga. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, aziz bitiruvchilar. Eshitib turibmanmi aka? Eshitmayapti. Ha? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, aziz bitiruvchilar, muhtarama ota-onalar. Mana bugun hozir bu yerda zabardast o'g'il azamat bolalarimiz, chiroyli qizlarimiz mana bugun maktabda bitib o'tirgan, men hozir bu yerga chiqib qasamat qilgan, haqiqatan bir ko'zimga yosh keldi desam bo'ladi. Yoshlarimiz bugungi kunda mana elimizga, yurtimizga, xalqimizga, ota-onamizga qasamat qilamiz. Yetan bugun katta o'quv yurtlaridan kirib, shu elimizni rivojlanishini, dunyoda o'z o'rnini egallash uchun bor bilimimiz va bor kuchimiz bilan xizmat qilamiz dedilar. Onun uchun juda katta rahmat. Bugungi kunda ko'rib bizlarning ham shu bugungi kunda niyatimiz shunday, yoshlarimiz kelajakda o'qib shu elini, yurtini sadoqat bilan shu rivojlanishni, o'zini hissasini qo'shishni shu yo'lda ishlab turibmiz. Avvalo mana shu quvonchli ayamda yetuklik shahodatnomasini qo'lga olib, mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Hurmatli bitiruvchilar. Aziz bitiruvchilar, albatta bugungi kun nafaqat siz aziz farzandlarimiz, balki biz ota-onalar, ustoz, murabbiylar uchun ham g'oyat quvonchli va hayajonli voqealardir. Sizlarni zamonaviy ta'lim olib, kasb-hunar o'rganib, jamiyatimizda munosib o'rin egallashingiz uchun mamlakatimizda beqiyos imkoniyatlar yaratilgan. Buyurtlik tumanida ixtisoslashgan maktabda 2024-2025 o'quv yilida jami 61 nafar bitiruvchi bo'lib, 41 nafari aniq hamda 20 nafari tabiiy yo'nalishda o'qigan tahsil olmoqdalar. 2025 yil 24 may kuniga qadar milliy sertifikat uchun imtihon topshirgan 11-sinf o'quvchilaridan 14 nafari, 10-sinflardan esa 11 nafari ro'yxatdan o'tib, hozirgi kunda imtihon qismini tayyorgarlik ko'rmoqdalar. O'tgan o'quv yilida asosiy fan olimpiadasida 11-sinf o'quvchisi Yo'ldasheva Asalxon fizika fanidan Qoraqalpog'iston Respublikasida faxrli 3-o'rinni olib, O'zbekiston Respublikasi boshida faol ishtirok qilgan bo'lsa, bu yil 11-sinf o'quvchisi Xudobergenova Mahmud matematika fanidan Qoraqalpog'iston Respublikasida faxrli 2-o'rinni olib,
O'zbekiston Respublikasi boshida faol ishtirok qilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning Qoraqalpoq eliga, ayniqsa yoshlarga bo'lgan otalarcha mehr tufayli her yılı 10.000 nafar abonentler qo'shimcha kvota asosida talab bo'lish baxtiga muyassar bo'lmoqda. To'g'ri, Prezidentimiz Qoraqalpog'istonda yoshlarimizni o'ylab kvota berib qo'ydi. Lekin men o'ylaymanki, bu yerda turgan yoshlarimiz bu kvotaga qaramaydi, to'g'ri emasmi? Xudo qalasa, ekzaminlar tashib, eng yuqori ballcha olib men ishonamanki, men qarab turgan bu kvota kvota deganda foydalanishga emas. Sababi bu maktabda mana ota-onalarimiz o'qituvchilarga qarab, bu maktabda o'qigan o'g'il qizlarimiz tumanimizdan saralanib, tumanimizning har qayeridan kelib, saralanib kelib turibdilar. Shuning uchun men o'zim ishonchim komilki, sizlar ham eng shu 189 balni olib, eng yuqori balni olib hem ota-onangizda ham bizlarga xizmat qilasizlar degan niyatdaman. Shunday bo'ladimi, xudo qalasa? Rahmat. İşonchim komilki, sizlar yaratilgan ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda kelgusida yurtimizdagi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari, katta firma va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlarida mehnat qilib, o'z bilim va malakangiz bilan mamlakatimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shasizlar. Bugun maktabni tugatib chiqayotgan yigit qizlarimizning har biri el yurtimizning mehri va e'tiborida bo'lishini yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Siz aziz farzandlarimni kelajakda yanada ulkan va mas'uliyatli marralar kutmoqda. Her biringiz hayotda munosib o'rningizni topishingiz uchun biz bundan keyin ham bor kuch va imkoniyatlarni to'liq ishga solamiz. Sizlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tamomlagan uchun yana marta samimiy tabriklayman. Bir de o'zlarining mana yildan beri tarbiyalab, oq yuvib, oq tarab bugungi kunda mana maktabni bitirib katta ulug' hayotga qadam qo'ymoqda. Şu ota-onalarga men rahmat aytaman, shu farzandlaringizni shunday deb yaxshi tarbiyalab, bu maktabni endi bizning o'zimiz bir de prezident maktabimiz. Shu yerga muyassar bo'lganimizni bu eng avvalo shu oilada bo'lgan muhitga, ota-onalarning tarbiyasiga qaraydi. Shuning uchun men ota-onalarga katta rahmat aytaman, tabriklayman. Shu o'g'il qizlaringiz ham sizlarga emas, yetam bugun bitirib şu elni, şu yurtda boshqalardan bir elga foydasi yetgan inson bo'lib yetishga. Shu ochishlarni ko'rib, shularga erishgan natijasini ko'rib, sizlar hamma quvonib o'tirasizlar. Yana bir maktab bitiruvchilarga bitiruv kuni muborak bo'lsin. Bu yerda mana yo'ldosh odam bo'libdi, bizlarning yo'ldosh odamimiz. Bam damolavushlar, ingliz tili bo'yicha damolama deb men aytib, endi ba'zi aramizda shu bilan sen bir paçanızı verin bana, hadi geçin. Aklım var dediniz buraya, ne durma? Gel. Qarsaklar bilan Latin sorumuz yo'ldosh Nag'imbetovni rahmat taklif etamiz. Assalomu alaykum aziz bitiruvchilar, ota-onalar, rayonimizning, tumanimizning eng faol ota-onalari shu yerga hakimiyatning barcha a'zolari ko'pchiligi shu yerga tashrif buyurib turibdi. Maqsad bitiruvchi va asoslashgan maktabning bitiruvchi o'quvchilarini tabriklash, ularni katta hayotda qadam qo'yish uchun kutib olish va ularni uzatish uchun, parvozi baland bo'lish uchun tabriklash uchun shu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Hammangizni oxirgi qo'ng'iroq bilan tabriklayman. Ishlaringizga rivoj. Men o'ylaymanki, bizim Beruniy tumanimizdan, Beruniyning nomi, bizim ata-bobolarimizning qon va Beruniyning qoni ata-bobolarimizning, bizlarning qonimizda bor, sizlarga shu qon o'tgan. Shuning uchun shu bizim Beruniydan, Beruniyning avlodlari, Beruniyga o'xshagan, Al-Xorazmiyga o'xshagan, Ibn Sinoga o'xshagan, Imom Buxoriyga o'xshagan, mana shunday chiroyli, ajoyib butun insoniyatga foydasi tegadigan insonlar chiqadi degan umiddaman. Barchangizni katta hayotga qadam qo'yayotgan ekansizlar. Qadamlaringiz qutlug' qadam bo'lsin. Kelajakda shu Allohim bütün O'zbekiston, yangi O'zbekistonning, qolaversa Qoraqalpog'istonning, qolaversa Beruniy rayonini rivojlantirishga, 3-Renessansga asos solishga asos bo'ladi degan umidimdaman. Ishlaringizga rivoj, yaxshi niyatlaringizning bari ro'yobga chiqib, sizlarga birinchidan Allohdan salomatlik tilayman. İşlaringizga rivoj tilayman. Qolaversa
mehr muhabbat, vatanga bo'lgan mehr muhabbat bilan bo'lishingizni Allohdan so'rab qolaman. İşlerinizden menekey men o'ylayman, yana yuqorida aytganimday diniy, dunyoviy ilmlarni puxta egallar. Yangi O'zbekistonga qolaversa butun insoniyatga foydasi tegadigan komil insonlar shu yerdan chiqadi degan umiddaman. Dear friends, I wish you good luck. Okay? Kartaylar. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbirimiz munosabati bilan yana so'zni ota-onalarimizga bersak, Zulfiya Bekmurotova marhamat, so'z navbatini o'qishga beraman. Assalomu alaykum. Aziz ota-onalar, hurmatli shu maktabning, ixtisoslashgan maktabning hurmatli aziz ustozlari, ustoz va hamma jamoalari, aziz o'g'il qizlarim. Mana bugun hammamiz uchun juda ajoyib hayajonli kun. Nafaqat sizlar, hatto ota-onalar, bobo-buvilar ham shu yerda sizlar qatori hayajonda o'tiribmiz. Chunki bugungi kun hech qaysingiz esingizdan chiqmaydi. Bitirish kuni hammamizga ajoyib. Mana yuqorida hozir hakim bobo bilan hajatamiz juda ajoyib chiroyli gaplarni aytdilar. Shular qatori men ham sizlarga juda yaxshi omad tilayman. O'qituvchilarga kuch-quvvat tilayman. Rahmat o'qituvchilarga. Shunday bilim berib, ta'lim berib, tarbiya berib, bolalarni ajoyib qilib chiqarib oliy o'quv yurtlariga yubora boshladilar. Men nevaram shu yerda o'qiydi. Xudoga shukr, juda minnatdorman o'qituvchilardan. Sababi yaxshi o'qidi, yaxshi o'qitdilar, ayli sonli, esayta oldi, turli sertifikatlar olib, juda yaxshi bilimga ega bo'ldi. Xudo xolasa, yangi O'zbekistonni rivojlanishga o'z hissasini qo'shadi, oliy o'quv yurtiga kiradi degan umiddaman. Rahmat ustozlar, sizlarga ota-onalar nomidan, oilam nomidan minnatdorchilik bildiraman. O'g'il qizlarim, sizlarga hammangizga omad tilayman. Yaxshi oliy o'quv yurtlariga kirib, shu rayonimizni, Qoraqalpog'istonni, O'zbekistonni obro'yi uchun juda ajoyib yaxshi insonlar bo'lib yetishib, yaxshi insonlar bo'lib, shu rivojlanishga beruniy avlodlar, haqiqiy beruniy avlodlar bo'lishga tilakdoshman. Omad hammangizga, sog' salomat bo'ling. Siz ota-onalarga ham tashakkurlar bildiramiz. Hurmatli tadbirimiz qatnashchilari, bugungi bitiruv tadbirimizda nafaqat ota-onalarimiz, balkim ushbu dargohni bitirgan, ayni damda oliy dargohlarda o'qiyotgan sobiq bitiruvchilar ham bugun tadbirimizda ishtirok etmoqdalar. Va albatta hurmat va ehtirom bilan ularga so'z navbati beramiz. Ayni damda Yangi O'zbekiston universiteti talabalari marhamat, Gulroz qarsanglar bilan taklif etamiz. Ushbu dargohda o'qib, ustozlardan qolib mustaqil hayotga qadam qo'ygan, ayni damda oliy dargohlarda o'qiyotgan talabalarimiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Davra qatnashchilari, aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar, maktabimiz bitiruvchilari, hammangizni bitiruv kechasi bilan tabriklayman. Hayotingizdagi yangi bosqichga o'tyapsizlar. Hayotingizdagi yangi qadamlar tashlaysizlar. Kelgusi ishlaringizda omad, hammangizga sihat salomatlik tilayman. Men Karimov Shohiddin o'tgan yilgi 2024-yilgi Beruniy ixtisoslashtirilgan maktabning bitiruvchisiman. Bu yilda Yangi O'zbekiston universitetining 1-kurs talabasiman. 1-kursni tugatdik. Hammangizni xalqaro darajadagi universitetlarda o'qishlaringizga tilakdoshman. Shu o'rinda ustozlarimizga rahmat aytib o'tmoqchiman bergan ta'limlar va bilimlariga. Sababi ularni bergan bizga ta'limlari universitetda bizga ham asqotdi. Sababi 1-kurs bu shu 11-sinfni davomi sifatida ko'riladi. Shu oxirgi yillarni shu 9-sinf bitiruvchilarimizga tavsiyam, yaxshi o'qinglar. O'shanda 1-kursda qiynalmasdan o'qiysizlar. Hammaga rahmat, hammaga ishlariga, o'qishlariga omad. Assalomu
alaykum. Avvalambor ota-onalar, o'qituvchilar hamda maktabimizning bitiruvchilari, hammangizga mana shu o'quv yilini ko'plab yutuqlar bilan tugatganingizdan tabriklayman. Ota-onalarni ham farzandlarining yutuqlari bilan tabriklayman. Hammangiz tumanimizga yarasha, tumanimizning obro'sini har doim ko'tarib yuradigan oliy ta'limlarda grantga kirib, ham o'zlarini ko'rsatib biladigan talabalar bo'lishingizni tilab qolaman. Keyingi hayotlaringizda ham ota-onangizga bergan va hozir qasamyod qilgan va bergan va'dalaringizni ustidan chiqasizlar degan umiddaman. Men Yo'ldosh va Asalxon hozirda aytib o'tilgan o'tgan yili 11-sinfimda fan olimpiadasida respublika bosqichiga chiqdim va bu yutuqlar ko'plab sertifikatlarga ega bo'lib, muddatidan oldin Yangi O'zbekiston universitetiga 100% grant asosida o'qishga qabul qilindim. Hozirda o'qituvchilarimdan olgan bilimlarim tufayli universitetdagi imtihonlarni ham yuqori baholarga topshirib kelyapman. Hammangizga Yangi O'zbekiston universitetida o'qishingizni, xalqaro tizimdagi ta'lim olishingizni tilab qolaman. Bundan boshqa universitetlar, boshqa xalqaro chet eldagi top universitetlarga kirishingizni tilab qolaman. Rahmat hammaga. Topshirish uchun tumanimiz hokimi Ikrom Xidirovni davramizga taklif etamiz. Hozir mana Asalxon qizimiz bilan Shahriddin dedi, ha? Shahriddin dedi. Ama mana yaxshi bir qashmor tushunmay qo'yman. Buni turan bilan yaxshi muvozanat Toshkentda mana o'tgan yil bitirib o'qigan ekan. Sizlarga bir topshiriqda mana. Topshiriq sizlarga, men sizlarga ayting. Mana ertaga bizning mana hokimning birinchi o'rinbosari Madrizayev Umidjon degan yigitimiz bor. Bizning birinchi o'rinbosar 6 oy stajirovkaga Toshkentga ketib qoldi. Hech qaysi tumanda unda yo'q. U yoqqa borib turib moliya, bank, 6 vazirlikda bir aydan nima oladi-da? Nima deymiz? Tajriba orttiradi. Endi sizlarga aytib qo'yishim kerak, endigi yili 2026-yili bizning Beruniy tuman Jadal tuman degan nuga kirdi. Nominatsiya oldi. Jadal tuman degan nu. Qoraqalpoq salmishimda 17 ta ikkita shahar, bitta 15 ta tuman bo'lsa 17 ta bor, 17 ta rayon bor deymiz. Shuning uchun bir yana Beruniy tuman oldi. Endigi bu yerda juda katta qurilishlar, Jadal tuman degan nima bo'lsa, rivojlanayotgan tuman degan nuga kirdi. Shu balans u yoqda bo'ladi. Sizlar mana yoshlar, 3 yildan beri o'qitib o'rgangansizlar. Bu yerda mana xulosa bitiruvchilarimiz bu yil o'qisa, обязательно darslar ishonaman sizlarga. U kunga men Umidjonga topshiraman. Har oyda sizlar bilan uchrashib turadigan bo'ladi. Sizlar shu yoqda yurib, o'qib, bilib, mana bilimlaringiz bor. Tumanimizni nishitsak, bunda da rivojlanib ketadi. Shu narsani sizlar o'z qismangizni qo'shishingiz kerak, yaxshimi? O'qish dedingizlar, men har oyda обязательно uchrashasizlar sizlar bilan. Mana bu qismimizning bu yerda bunday qilsa rivojlanadi. Shahrimizning markazimizda bunday qilsa rivojlanadi degan topshiriqlarga topshirman, ma'qulmi? Bir yil bize onu lazım işlep yangi yildan buni zashtrat qilamiz. Endi 2026-yildan juda katta bunyodkorlik bo'ladi Beruniy tumanimiz. Bu ham bir sizlarning, bizimizning tumanimizning baxti yani. Tushunarli hammaga. Ikkinchi topshirma, tazar kelganlarga ham shu topshirma. Обязательно muavinlarni o'xshashib qo'yadi. Yaxshimi? Endi hurmat bilan Beruniy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi bitiruvchisi Yo'ldosh va Lolaning otasi Narimbetov Bunyod a'lochi qiz otasi nominatsiyasi bilan tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Lola
Beruniy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi bitiruvchisi Ro'zimov Diyorbekning onasi Nuriddinova shoira a'lochi o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Beruniy tuman maktabi Bobojonov Javohirning onasi Bekpo'latova Sharofat a'lochi o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Eshimberdi Shahnoza a'lochi qiz onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Matkarim va Munavvar eng faol o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi.
a'lochi qiz onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Bitiruvchimiz To'liyev Sayfiddinning onasi Sabullayeva Shirinoy a'lochi o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Sultonbayev Izzatbekning onasi Matrizayeva Ulbo'sin a'lochi o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Jumabayeva Jodiraning onasi Xo'jayeva Guloyim a'lochi qiz onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi.
eng faol o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Safarmat va Guliston, Janibek va Jadraning onasi eng faol o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Nag'metov Elyorning onasi Sapar va Gulshan eng faol o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Bizning eng faol bitiruvchimiz hozirgi kunda to'g'ridan to'g'ri imtihondan yetib keldi zo'rg'a. Amatov Akromning onasi Allomma Dona a'lochi o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Bu o'quvchimiz hozirda imtihondan sal kechikib keldi, shunda ham yetib keldi. Tabriklaymiz. Azizlar, endi bitiruvchilarimiz so'nggi qo'ng'iroqlarini chalishdan oldin tumanimiz hokimi bilan fotozonamizga taklif qilamiz. Marhamat. www.she'rlar.uz Aholi so'nggi kunlari Gardolari chorlari Jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq Hay maktabda Hay do'stlarim sho'xliga
o'quvchilarimizni davramizga taklif qilamiz. Badiiy sahnamiz boshlandi. Allah'tan diledim düştün koluma, Xudodan diledim düştün elime. Yazıklarda hanım dinlerimle, herkes bütün çeşitleri bilerim. Apalı gelmeyi sakine, apalı gelmeyi sakine. Yazı alacağım dinlerimle, herkes bütün çeşitleri bilerim.
faz falta. Eu incluo em casa, vendo Netflix. E os solteiros curtindo na balada. Sabe o que eles estão perdendo? Nada. Sabe o que eles estão perdendo? Sabe o que eles estão perdendo? Nada. Casei, fiquei feio. Engordei, só gastei. Casei, fiquei feio. Engordei, só gastei. Cê é louco, truta. Assim não dá não. Eu dizia não. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Minha mulher só pensava numas coisas e eu não falo agora.
Sen bir yana ben bir yan, bir ruhi bulsam bir yan. Cemil kızlar bir yanda, Cemil kızlar bir yanda. Sen gittin benden bir yan, sen gittin benden bir yan. Sen bir yan, ben bir yan, sen bir yan, ey ben bir yan. Aşıkların her yanda, deryaların her yanda. Aşıkların her yanda, deryaların her yanda. Ne bir sulula canım, ne bir sulula canım. Hey yalına tamamda, hey yalına tamamda. Sen bir ya, ben bir ya, sen bir ya, ey ben bir ya. Kızıl günek rengi yüreğimde kaldı değil. Bir gelsen sallanıp gariyle sultanı değil. Kızıl günek rengi yüreğimde kaldı değil. Bir gelsen sallanıp gariyle sultanı değil. Hurmatli mehmonlar, kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Endi farzandlaringizni olib, bugungi xavfsizligi uchun javob berishingizni iltimos qilamiz. Hamma uyimizga asalning ham ozi shirin. Mana bo'ldi, tugadi shu bilan. Kelim. Sizlerden iyisiniz. Oturasam mı? Ekrancanım. O bizim men bilan tushib mahalli. Ha, to'xtam endi. To'xtala. Alo, nima? Yapmasan? Нормально что? Klasa kirgan, klasa kirgan.
Sebebi o'quvchilarimizning hammasi bilimli, hammasi olimpiadist, hammasining sertifikatlari bor. Qaysi birisini tanlab olishni bilmayman. Shuni ko'p vaqt qiynaldik to'g'risi tanlab olishga. Xafa bo'lmaysizlar, bolalarga ham aytdik shuni. Hammangizning sertifikatingiz bormi? Yusufboy va Sulaymonning otasi bormi? Onasi bor. Tebriklayman. Hammamizni tebriklayman. Shunday o'qituvchilar bilan birga hammamiz. Lekin bizning vaqtimiz chegaralangan, yoshlig'im vaqti chegaralangan. O'zi 60 odam emasmi deb so'rab o'tirmaydi. Chunki vaqt bor bizlarda dadamdan reklamet bor. Xafa bo'lmaysizlar. Qarabay va Dildoraning otasi markazsiz bizlarda qaysi muhitda ketib qoldimi? Ketib Rasmiga tushib borib, ikkinchi marta turib turasan. Keling, Qarabay va Dildoraning otasi, Dildoraning otasi ketib qoldi. Jadranlik sana berildi o, ben hiç xafa bo'lishim kerak yo'q, men o'zim yozib berdim sana. Jadranning yonida turaver, bo'lmasa kerak. Yo'ldosh va Muxlisaning onasi Hakima Mahmudova. Sen xafasiz? Kel. Shundaymi? Mana shuni yilag'ani bilan beshga qo'yishdi. Jalil va Nodiraning onasi. Shunday yaxshi qizlar, yaxshi narsa bilan. Baxtiyor va Sevaraning onasi Amidbek Jahon. Barna kerak. Mayli, kel, rahmatim bor. Kim? Otaxonov Bunyodning onasi. Bizning bunyodimiz yo'q, bizning nima deydi, ham tartibsiz vakillar. Bunyodimiz shu.
ishtirok bo'ldik. Sabirova Sevishning onasi, bilimli o'quvchi onasi, barman Sabirova. Rahmat deb aytib borasiz, rahmat. Rahmat. Bahorga shu yerda yurishlar, shu yerda siz qilsangiz. Ayolning hissasi katta uyda. Nag'metov Ilyosning otasi. Ketib qoldimi? Ketib qoldi. Kim? Kim biladi? Sho'ramiz. Hikmat, biroq opasi o'rnidan tushib keldim yo'qlar. O'zim o'quvchi. Endi bugun bolalarimiz maktab bo'lasiz, her yoqqa ketib qolishi mumkin. Shularni hammangsan. Biz shuncha o'tirishmaga o'tirib, shuncha mehnatimiz ishga chiqib ketib qolmasin. Shuncha kundan beri uxlamay ustimizni Qana endi qo'sqilib keling, qo'sqilib
Tashabbuskor bo'ldi. Akşam yarım güngacha yurdi. Tashabbus etib ketdi ko'chaga. Davlat bayrog'i eng zirak ko'cha. Murat Sandibek. Eng tajribali o'quvchi. Sandibek. Qani birga chiroyli o'tirasizlar uchun. Iboratulloh Elbek eng tajribali o'quvchi Elbekka. Optibsa baba. Oyoqlarimiz tutsin. Yo'q, siz. Abalenda qarasam, Shukrulloyev Javohir eng samimiy o'quvchi. Mahmud va Diana eng faol o'quvchi nominatsiyasi. Uni men tanimabman. Muallimlarni tanimabman. Savobga kirgan. Qaranglar. Davlat Sandibekning onasi Yusufova a'lochi o'quvchi onasi nominatsiyasi bilan. Sanjarbek. Rasululloh Shahoblosning onasi Nuribek va Gulbahor. Kim? Bo'ldimi? Azodbek va berilma. Aman yedik. Berilma xabar Ya baba yerda da borman. Kimga berilmaydi? Meniki Basar va Gulmira. Sevinchayning. Mana bunaqasi kim? Sevinchaymi? Men yana ikimizdan qana deb boshqalarga berib qo'ydim. Ket turib tushamiz, ayqiz. Bazarda Sevinchay. Yo'q, Gulmira. O'taga kelasiz. Nimaga? Qaranglar. Bo'ldimi endi? Hech kim yo'qolmaydimi? Yo'q, sizlarga da qo'yib berdi. Bu yetarli.
Kapama, hammaga ikkidan bir chot bersin, bir dona bersin. O seniki bilan Asıllar diye düşünüyorsunuz. ikkidan emas, to'g'rilmay qoldi, aralashib. O'zi ko'rdingmi hozir? Rahmat. Zato o'rtada tabrikladimmi? Bo'ldi-da. Oldu, çarçadı. Gördüm ben akşamdan beri uxlamayım. Ben sen şuraya. Ben bilen. Direktör ben yaşta ortada turibdi. Men yordamchi borim. Qani endi hammamiz uyimizga borib, charchadik akşamdan beri. Bize